Bugungi lavhamiz Ixlos Med Center klinikamizdagi bemorimiz haqida. Assalomu alaykum. Bugungi bemorimiz Uchko'prik tumanidan murojaat qilib keldilar. Qodirovalar, 41 yoshlar. Bemorimiz o'tgan hafta yashash joylarida avtohalokat natijasida shikast olganlar. Kelgandagi tashxislari 10 yilga suyaklari o'rtashligidan yopiq sinir siljishi bilan murojaat qilganlar. Bemorimizga yopiq usulda zamonaviy biyoz qo'yish amaliyotini tavsiya qildik. Bu qanaqa amaliyot desangiz, mana shu yelka suyagingiz o'rtashligidan singan, shunga bunaqangi o'zini maxsus shtiflar bo'ladi. Shunaqa shtiflarini suyagingizni kanaliga qo'yish amaliyot o'tkaziladi. Afzalligi qo'lingizlarda qotishlar bo'lmasligi bilan boshqa operatsiya turlaridan farq qiladi. Men o'sha avariya bo'lib ketgandan keyin birinchi tez tibbiga murojaat qildik. O'sha tez tibbiga bordik, keyin travmatologiyaga olib chiqishdi. Keyin aytdi, men yaxshi, menga eng oson, ham eng qulay, ham eng yaxshi doktor deb tavsiya qilishni aytdim. Ham malakali bo'lsin, ham yaxshi. Sanki shu nima doktorxona tavsiya qildi. Keyin men o'zimga ham yoqdi bu nima. Chunki birinchi o'rinda o'z joyingiz qiynalmasligini olaysiz, ham eng yaxshi joyda o'qitasiz ekan. Shu nimaki eshitib, qancha nimalardan kechib keldim. Allohdan shifo tilaymiz. Xudo xolasa operatsiya jarayonidan keyingi lavhalarni videolar qo'yib boramiz. Bizni kuzatib boring va obuna bo'lishni unutmang.